Simentalni originali mana shu bo'ladi. 100 ga 100 birinchi kategoriyali simentallar. Eski simental Yevropadan 300 kilogrammlik g'unajillar ham bor. 4 oydan 6 oygacha bo'g'ozlari ham bor. Sizga qaysi birisi kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Bu videoni maksimal like bosib tarqating. Yevropadan hozir обычный yo'l orqali, skatavoz orqali yo'l ochildi. Skatovozga g'unajillardan 50 ta sig'adi, bo'g'ozlaridan 40 tadan 45 tagacha yoki 30 ta olishlaringiz ham mumkin. Men eng minimalni aytyapman. Menga aytishadi-ku, samolyot orqali 120 ta, 160 taga pul yo'q deb. Endi sizlar uchun shans yaratildi. Da video oxirigacha ko'rib, bu videoni maksimal like bosib tarqatib qo'yinglar. Davay, narx-navosini bilib olinglar oxirigacha ko'rib. 300 kilogrammlik simentallar O'zbekistonga kelish summasi 2800 yevrodan to'g'ri keladi. Bo'g'ozlari bo'lsa 3800 yevrodan, ya'ni 4 oydan 6 oygacha bo'g'oz kilogrammi 500 plus bo'ladi simentallarda. 3800 yevro kattasi, g'unajillari 2800 yevrodan to'g'ri keladi. Buni ichida nimalar bor? Buni ichida mol tan narxi, logistikasi bor. Rastam boshqasi отдельно hisoblanadi akalar.